Tugmalarini taqib qo'ying. ingliz tili o'rgating. Voy, judayam yaxshi-da. Yana nimalarni o'rgandingiz? Mehnat darsi bo'ldi. Archa yozardik oyijon. Tezroq. Mayli qog'oz. Xo'sh, Shahzod, bugun to'polon qilmadingmi? Bog'cha opalaringni qiynamadingmi? Yo'q. Yaxshi bola bo'lganing uchun shokolad olib keldim. Yodgor, mana menda shokolad. Hozir. Ma bittasini. Voy, rahmat. Yodgor, oying kutib qoldi. Yura qol, yur. Hozir. Uzr. Bo'ladi. Agar yanglishmasam, siz leytenant Ahmedov. Uzr, kapitan Ahmedovsiz a? Siz adashmasam marhum Rahmatullaning akasisiz, shunaqami? Ha. Bu Rahmatullaning o'g'li. Yeysanmi Yodgor? Yo'q, uyga borib oyim bilan yeyman. Kenayz band edi. Shuning uchun o'zim olib keta qolay dedim. Ha, men ham shu. O'g'lim Shahzodbekni olgani kelgandim. Qarang. Ikkalasi o'rtoq ekan. Ha. Mayli. Xo'p. Xayr. Omon bo'ling. Salomat bo'ling. Yodgorbek, yur ketdik. Shahzod, bu yoqqa kel. Yodgorbek. Xayr. Xayr. Dunyo tor deganlari bor gap. Aks holda ota-onalari sig'magan bu dunyoda ularni bolalari uchrashib, do'stlashib qolarmidilar? Bunchalar murakkab bo'lmasa bu dunyo, balki bu ham hayotning achchiq bir hazilidir. Yo tasodif ham bir sinovmikin? Nima uchun Rahmatilla, Dilshod va Lola bu 5 kunlik dunyoga sig'madilar? Nima uchun birlari jayron, birlari sirtlon bo'lib o'tdilar? Kim? Nima sabab bunga? Jinoyat bor ekan, jazo muqarrar. Ular qonun chegarasini buzib o'tganliklari uchun ham shu fojialar sodir bo'ldi. Lekin bolalarda nima ayb? Ha, hayot biz o'ylaganimizdan ko'ra murakkabroq ekan. Hayot boshqa, xayol boshqa ekan. Hammasi mana shunday boshlangan edi. Hamma hujjatlar rasmiylashtirildi. Shartnomaga ko'ra 24-dan boshlayverar ekanmiz ishni. Yaxshi. Xo'p, bo'lmasa menga ruxsat. Demak, ishlab ketamiz degan umiddaman. Xo'p aka, xayr. Salomat bo'ling. Rahmat. Ishinglarga rivoj. Mayli. Salomat Sog' bo'ling. Rahmat. Omon bo'linglar. Xo'p. Rahmatilla. Nima bo'ldi? Shashting pastroq. Yo'q, shunchaki o'zim. Hayol ketib qopti. Nima? Hali ham akangiz o'ylayapsizmi? Siqilmang. Gunohlari yo'q-ku. Erta-indin qo'yib yuborishadi. Lekin shunaqa bo'lib chiqmayapti-da, Sherali. Ish borgan sari chigallashib, murakkablashib ketyapti. Hali ham sudi bo'lmadi-ha? Agar bironta tanish bilish ishga solinsa qandoq bo'lar ekan? Qayerdan topasiz Bahodir aka shunaqasini? Hozir zamonni ko'ryapsiz. Yo zaring, yo zo'ring bo'lish kerak. Zarimiz bo'lmasa, zo'rini topamiz. Men bittasini bilaman. Bitta qo'shnimiz bo'lardi. Hozir qayerda yashashini bilmayman-u, lekin bunaqa ishlarni kiftani keltirib qo'yadi. Dadam rahmatli bu Odilxon Kalonxonov mushukni naq o'zi. Osmondan tashlab yuborsang ham oyog'i bilan tushadi derdilar. Ana o'sha bilan gaplash kerak.
Yordam tegishi mumkin. Topish qiyin emas, Bahodir aka. Rahmatilla mayli desa bugunoq topib beraman. Mayli. Bir gaplashib ko'raylik-chi. Bo'ldi. Bugun kechqurun qo'ng'iroq qilaman. Kelishdik. Aka. Aka. Aka! Rahmatilla aka, nima bo'ldi? Yomon tush ko'rdingizmi? Bosinqiradingiz. Akammi? Tush ko'ribman. Choy ichib oling. Bosh qotib qoldi Ozoda. Akamga yordam berishim kerak. Hamma tanish bilishlari jarga itarishayapti. Hamkasblari o'zlarini panaga olib qochishyapti. Rahmatilla aka, balki oqlab yuborishar. Qo'yinga, haydib kuyinavermang. Axir ularning gunohlari yo'q deyishyapti-yu. Hamma gap shunda-da. Shuni isbotlashim kerak. Axir qanday qilib yordam bera olasiz, Rahmatilla aka? Bilmadim Ozoda. Bo'lar ish bo'ldi. Sen bolamizni ehtiyot qil. Xo'pmi? Xo'p. Eshitding-a? Ha. Men esa baribir bir yo'lini topishim kerak. Topishim kerak. Assalomu alaykum Odilxon aka. O'tiring. Uzr. Kutirib qo'ymadimmi? Endi turib ketmoqchi edim. Odam degan bir so'zli bo'lish kerak, yigitcha. Kechirasiz. Aksiga olib shefimizni aeroportga olib chiqib qo'yishga to'g'ri kelib qoldi. Qaytishda qarasam benzinning tayi ko'rinib qoldi. Benzokolonka ham rosa tirband ekan. Menga qarang. Bularning hammasi sizning muammolaringiz. Menga buni ahamiyati yo'q. To'g'ri-ku, Maqsadga ko'chaylik. o'sha gap.
Odilxon aka. Akamni mutlaqo aybi yo'q. Tuhmat bilan qamoqda o'tiribdi. Birinchidan, shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi yigitcha. Tushundingizmi? Ya'ni aybi yo'q odamni qamoqqa tiqib qo'yishmaydi. Ikkinchidan, tuhmat bilan qamalganmi, hurmat bilan qamalganmi, bunisi ham menga ahamiyati yo'q. Ammo akam gunohsiz. Shoshilmang. Akangizni gunohi bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa yengilmi, og'irmi? Buni sud hal qiladi. Siz esa o'sha akangizning ishini sudgacha yetib bormasligiga harakat qilyapsiz. To'g'ri topdimmi? Ha. Afsuski, g'isht qolipdan ko'chib bo'lgan yigitcha. Tushundingizmi? Ish allaqachon boshlab yuborilgan. Akangizni gunohini yengillatish mumkin. Lekin qamoqxonadan ozodlikka chiqaraman deb kafolat bera olmayman. Menga bir konyakli kokteyl olib keling. Yaxshi. Konyagi ko'proq bo'laversin. Sizgachi? Hech narsa. Bularni aytganlarini olib kelavering. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Yaxshi dam olaydi. Umid qilsam bo'ladimi? Agar umid bo'lmaganda siz bilan bu yerda baliqlab o'tirmagan bo'lardim. To'g'rimi? Odilxon aka. Nima desangiz tayyorman aka. Qo'limdan ko'p narsa keladi. Istasangiz Bilaman. Siz mard yigitsiz. Tanti yigitsiz. Buni bilaman. Lekin shu ozgina xarajati bor. qancha? Hozir faloncha deb aytolmayman. Taxminan bo'lsa ham aytish mumkindir. Albatta. Demak, ko'kida. Tushunibsiz. Kelishdingmi? Kelishdik. Barakalla. Bo'lmasa aytib qo'yay. O'rtamizdagi bu gaplar shu yerda qolsin. Hech kim bilmasligi kerak. Bu yerda Farmonovich ham, hatto xotiningiz ham. Aks holda akangizga jabr qilib qo'yasiz. Bo'ldi, gap yo'q. Bezovta bo'lmang. Kuzatishni hojati yo'q. O'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Hormanglar shovvozlar. Bor bo'ling, xo'jayin. Assalomu alaykum Dilshod aka. Ertaroq qaytibsizlarmi? Senlarga o'xshab lamondek cho'zib o'tiradim. Qani ish to'xtatinglar. Nega? Mayli, Chapayev shu yerda qolsin. Yaxshi. Samad, sen men bilan yur. Anqayma. Choyini yig'ishtir. Men qara. Kecha ish nima bo'ldi?
Tayyorlab qo'yganmiz. Shanba kuni bozorga olib chiqib qo'yamiz. Bilib qo'y. Bu yerda bironta ham vint qolmasin, tushundingmi? Xavotir olmang, hammasi joyida bo'ladi. Ehtiyot bo'lgan yaxshi-da. Dilshod aka, chimcho'dan qo'rqqan tarix ekmaydi degan gaplar ham yo'q emas. O. Hamma gap o'sha chumchuqlarda. O'sha la'nati chumchuqlarda. Menga qara Samat. Chapayevga tayinlab qo'ygin. Savdolashib o'tirmasin. Indamay kelishib olib ko'tarasiga berib yuborsin. Tushundingmi? Tayinlab qo'yganman. Dilshod aka. O'tgan shanba bozorga yana bir zo'r ina marka chiqdi. Bu shanba ham olib chiqadi. Shuni bir ko'rsangiz devdim. Qo'ldan chiqarish jalkada aka. Ha, mayli. Borganda ko'ramiz. Menga qara, qachon bozorga olib chiqar ekan? Shu shanba olib chiqish kerak. Xo'sh, bo'lmasam biz ketdik. Shanba kuni bozorda uchrashamiz. Amin. Qalay Chapayev? Chidasa bo'ladi, xo'jayin. Bo'p qoldimi? Ay, sota tayyor bo'ladi. Samat, Labbay. ana buni yarmi senga, yarmi Chapayevga. Ertaga bozorda bir-birimizni tanimaymiz. To'dalashib yurmalaring, xo'pmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Tushunarli. Shu ham turmush bo'ldi-yu. Nimasi yomon? Nimasi yaxshi? Birovlarni mashinasini o'g'irlab, zapchas qilib, olib borib sotib tirikchilik qilish yaxshimi? Mana uni olib qo'y. Nima ekan? Qurug'i. Marat tashlab ketdi. Qo'li bo'lganda yana yaxshiroq bo'lardi. Unisi ham bo'lib qolar. Vasiliy Ivanovich. Qani, boshladik. Yaxshi. Chapayev. Hozir ular ham kelib qolishadi. Unda men darvozada bo'laman. Mana unisi zo'r ekan. Rangini qarang. Ha, tuzuk. Nechinchi yil ekan? Assalomu alaykum. 96-yil aka. Qayerdan olib kelasiz? Daniyadan. Qancha so'rayapsiz? 20 ta deb turibman. 20 taga onasi o'pmaganni olsa bo'ladi-yu, birodar. Minib ko'rsam maylimi? Xohishingiz bo'lmasa boshqasini oling. Minib ko'ring. Men. Xo'sh, mashinam yarashdimi? Ha, sizga mashina yarashdi, qizim. Siz mashinaga emas, mashina sizga yarashdi. Xo'sh, 15 ta berib, o'zim rasmiylashtirib olaman. Yo'q. Men ham zaruratdan sotyapman aka. Qancha deyapti? 20 ming dollarimish. Voy dada, shu ham pulmi? Yo, mendan qizg'anyapsizmi? Sen uchun qizginam, osmondagi oyni ham olib beraman. Oyni nima qilaman? Mashina olib bering. Xo'p. Ha. Qayerda? Ha, ko'ryapman. Ha, xo'p. Kim? Hozir. Kim ekan u? Akamlar. Naroda boshqa inomarka ko'rishibdi. Ana, ko'rdingmi? Borib ko'raylik-chi, yo'qsa olib beraman. Menga shu yoquvdi. Yuring ana u yoqqa. Yur. Mana shu mersi. Ko'ryapman, yo'qol.
Qalay og'ayni? Charchamasdan sog'loli Assalomu yaxshimi? alaykum. Rahmat. Ha, salom jiyan. Assalomu Hormang. Qalaysiz? sekin. Har qalay Yomon durust. Yomon emas. Qani kapotni ochingchi. Yomon emas. Yaxshi minarkansiz uka. Ha, endi qo'ldan kelgancha. Boshqa birovda bo'lganda eshak arava qilib yuborgan bo'lardi buningni. Ha, bu inomarkada. Nima senga Zaporojmidi? Ha, Dilshod aka, Zaporojye ham guldek qilib minsa bo'ladi. Ha. Xo'sh. Jiyan. Qancha so'rayapsiz? 20 ta deb turibman. Menga qara uka. Bo'ladigani gapirsangchi. Bo'ladigani shu. Undan kam yo'q. Hormanglar. Og'ayni qalaysiz? Assalomu alaykum. Yana olib chiqibsiz-da, ha? Chiqdim aka. O'sha men aytgan narxga xo'p deng. Bo'lmaydi. Qanchaga savdolashuvdingiz? 15 ta so'ragandim. Yomon narx bo'lmabdi, og'ayni. Keling, Yomon emas. 16 taga bo'ladimi? Bo'lmaydi. Menga qara. Bor boshqa joyda savdolash. Bor. Men ham savdolashyapman aka. Bor. Menga qara, savdolar boshqa joyda qilgin. Bor. Xo'p. Namuncha to'q qilasiz? Bor. Ketdik. Bor. Voy bu. Uka. Ismingiz nima? Rahmatulloh. Nima edi? Qayerdansiz? Ot ko'mardan. Shuni vaqtliroq aytmaysizmi? Ot ko'mardanman deb. Ot ko'marda Nachnoy bar bor. O'sha yerda Bor. Burxon degan bir yigit ishlaydi. O'zi ham siz qatori. Bor. Zo'r yigit, bilasizmi? Bir ko'chada turamiz. Ana ko'rdingizmi? O'sha meni qaynim bo'ladi. Shunaqami? Agar Burxon ham eshitsa, juda ham xursand bo'ladi, mashina begona bo'lmabdi deb. Ana endi bo'ladiganini ayting. To'g'ri-ku, lekin 20 tadan kamiga bera olmayman aka. Menga qara uka, yaxshi narx beryaptilar. Xo'p desangchi. Sen aralashmay turgin. Bunday qilamiz. Yuring. Mashinaga chiqaylik. O'sha yerda o'tirib, bafurcha gaplashib olamiz. Xo'pmi? Yuring. Yo, bismillah. Tushuntiryapman-ku aka. Menga hozir pul juda ham zarur. Endi uka, siz ham bizni tushuning-da. Bo'pti. 17 ta. Yo'q. Yomon narx bo'lmadi uka. 18 ta. Nimalar qilyapsiz Dilshod aka? O'ylab gapiryapsizmi? Esingiz joyidami? Qo'yaver. Rahmatulloh jiyanni ham sazasi bo'lmasin-da. 18 ta. Dilshod aka, o'ylab ish qiling. Menda ortiqcha $1 ham yo'q aka. Yog'ini men o'zim to'layman. 18 ta. Qani? Yigitni guli. Qo'lni tashlang. Hop, deng endi. Tashlang qo'lni. O jiyan. Bu Hammalar bu boshqa gap. Kelishdik-a? kelishdik. Mana buni zaklatorniga olib qo'yasiz. Hujjatlarni o'zim rasmiylashtiraman. Pulni hammasini mana bu adresga borasiz, o'sha yerda olasiz. Bo'ptimi? Xo'p. Endi uka, rahmatli uka. Mana bu mashina bizniki bo'ldi, ha? Ertagacha ehtiyotroq qilib haydaysan. Men qarang. Bir til ketdi. Keling. Ishqivoz deydi. Mana shu darvozagacha o'zim haydab borsam. Bo'ladimi? Bo'ladi. O'tir. Chipta qani? Mana. O't. Bo'l, ochib ol. O'tkazib yubor. O'tkazib. O'tkaz. Bo'l. Ushlamalaring. Ishlang. Qani? O't. Assalomu alaykum rahmatulloh aka. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Qalaysan? O'tiribsanmi?
Rahmat, yaxshi. Tinchlikmi, Rahmatilla aka? Tinchlik. Tinchlik, Ozoda. Boya ishxonangizdan qo'ng'iroq qilishgandi. Ishga bormadingizmi? Ha. Boshqa yumush chiqib qoldi. Yumush? Senga aloqasi yo'q, Ozoda. Bo'pti, men ketdim. Voy, ovqatam tayyor bo'lib qoluvdi. Yeb keta qoling. Qornim to'q. Keyin kelib ovqatlanarman. Tez qaytasizmi? Ha? Nima edi? Boya singlingiz ham qo'ng'iroq qilgan edilar. Tinchlikmi? Tinchlik, Rahmatilla aka, tinchlik. Oyim so'ragan ekanlar. Biroz toblari bo'lmabdi shekilli. Bugun iloji yo'q. Ertaga birga borib kelamiz. Xo'pmi? Xo'p. Rahmatilla aka, men ham siz bilan bora qolay. Qayoqqa? O'sha yoqqa. Yo'q. Sen uyda o'tira tur. Bir o'zim uyda nima qilaman, xo'p deng endi. Bora qolay. Siz mendan nimanidir yashiryapsiz. Sezib turibman. Tentak voy, sendan nimani ham yashirishim mumkin. Qaytib kelay. Keyin bafurja o'tirib gaplasharmiz, xo'pmi? Nimani? O'shani. O'shani? O'shani. Sizni qarang-ku. Olib o'tiring. Ha. Oling, oling. Oling. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kenaying. Pishib turibdi. Xudo xohlasa, erta-indin yangi mashinada raddomga olib borib tashlayman. Inshaalloh. Erta-indinmish. Balki bugundir. Juda yaxshi. Bugun bo'lsa, bugunda. Dilshod aka, bir fikr keldi kallaga. Xudo oq yo'l bersin deb 5ta olsak, nima deysiz? Qo'y. Juda ham zo'r fikr. Qani? Oling. Qani? Ye. Ha? Men umuman ichmaganman. Ichmayman Dilshod aka. Yo'q. Shunaqangi to'stga-ya. Oling. Zorimiz bor. Zo'rimiz yo'q. Ma. Yaxshiligingga buyursin, jiyan. Rahmat Dilshod aka. Meni xotinim ham homilador. Uyga tez yetib olishim kerak. Rostdanmi? Ha. Qara, dardimiz bir ekan-ku. Men qara. O'zim olib borib qo'yaman. Yo'q, ovora bo'lmang. Men o'zim yetib olaman. Bergan pulingizga rozi bo'lsangiz bo'ldi. Biz rozimiz. Sen rozi bo'lsang bo'ldi, jiyan. Roziman. Kirishga ruxsat eting, o'rta polkovnik. Shuhrat Xolms kel. Assalomu alaykum, Botir Jo'rayevich. Va alaykum assalom. Qani o'tirchi. Xo'sh, ishlar qalay? Yaxshi, rahmat. Hozircha aytarli yangiliklar yo'q. O'sha Inamarkani ketdan yuribmiz. U Inamarkang topiluvdi shekilli. Shunaqa desa ham bo'ladi. U mashina Rahmatilla Sobitov degan bir yigitga qarashli ekan. Bir haftacha oldin boshqa kishining nomiga o'tkazilgan. Kim ekan o'zi Rahmatilla degani? Sobitovmi? Texnika universitetini tugatgan. Bir necha yil chet elda ishlab kelgan. Ingliz tilini yaxshi biladi. Chet eldan qaytib kelib uylangan. 8 oydan oshib qopti. Mana suratlari.
Haftadan tuppa tuzugi yigitga o'xshaydi. Xo'sh, qayerga g'oyib bo'lgan bo'lishi mumkin bu? Bilmadim. Na o'zi bor, na mashinasi. 5 kundan beri domdaragi yo'q. Oxirgi marta ko'rganlardan bunda surishtirmadingmi? Nega endi shuncha kun o'tgandan keyin bizga xabar berishgan? Xotinining aytishiga qaraganda, mashinasiga o'tirib chiqib ketgan. Qayoqqa ketgan, nima ish bilan, hech kim bilmaydi. Keyin ishxonasiga ham bormagan. Qayerda ishlarkan o'zi? Klondayk qo'shma korxonasida kompyuterlarni o'rnatish, sozlash bilan shug'ullanar ekan. Nahotki qayerga ketganini hech kim ko'rmagan bo'lsa? Mashina bozorini ham surishtirdik. Birov ko'rdim deydi, birov ko'zim tushmadi deydi. Tayinli bironta javob yo'q. Unaqa bo'lishi mumkin emas, uka. Bozorning o'zini odamlari bo'ladi. Keldi-ketni nazorat qiladigan, to'g'rimi? Pattachi bor, qorovul bor. Qanaqasiga hech kim ko'rmaydi. Ularni ham surishtirdik. O'sha kuni eshik yonida Vasiliy Ivanich degan bir piyonista turgan ekan, qorovulchilik qilib. Ora-chora dallolchilikka ham aralashgan. Lekin yana qayerdadir ishlarkanmi, topishimiz qiyin bo'lyapti. Qayerda ishlarkan yana? Tayini yo'q. Oilasini ham, uy-joyini ham tayini yo'q. Umuman topilmayapti la'nati. Topilgan taqdirda ham biron bir aniq ma'lumot olishimiz qiyin bo'lsa kerak. Yo'q, Shuhrat, sen xulosa qilishga shoshilma. Tushundingmi? Seni shoshiladigan odating bor. Bilaman-ku-ya. Yo'q, bilaman desan, lekin shoshilasan. Vaqt o'tyapti. To'g'rimi? Tushunarli Botir Jo'rayevich. Senchi yigitlarni ishga solgin. Avtonazorat boshqarmasiga xabar bergin. U yoqqa ham xabar berganmiz Botir Jo'rayevich. O'sha Sobitning oshna og'aynisi bordir, qarindosh urug'i bordir, o'shalarga uchrashgin. Uchrashdik. Uydagilari ham avvaliga bironta og'aynisi yoki qarindosh urug'nikiga ketgandir deb o'ylashgan ekan. Lekin unaqa bo'lib chiqmadi. Yana xulosa qilishga shoshilyapsan. Sherlock Holmes. Qani hujjatlaringni menga qoldir. Xo'p bo'ladi. Ketishga ruxsat bering, o'rta polkovnik. Ruxsat. Xayr. Kayfiyatingiz yo'qroq. Tog'a. Kompaniyamiz sizga unchalik yoqim qaramadi, ha? Men qarachiyan. Men avval ham aytganman, hozir ham aytaman. Qadamingni bilib bos, bola. Qonun barcha uchun barobar deng. Bunaqa qichiq gaplarni yig'ishtir, Samat. Qonun bunisi tog'a, bunisi jiyan deb o'tirmaydi. Shunaqa ehtiyotkorman deng, tog'ajon. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shingni o'g'ri tutma. To'g'ri-ku-ya, lekin bizlar o'g'irlik qilmayapmiz. Nima qilyapsiz bo'lmasa? Ha? Nima qilyapsan? Hozir qilayotgan ishing o'g'irlikdan battar. Nima dey bo'lmasa? Ha? Boplabsan, yaxshibsan deb boshimga ko'taraymi? Nima dey? Nima qilasan odam asabiga deb? Tosh mashinadan. Bo'ldi tog'ajon, boshqa gapirmayman. Kechirasiz, yana sal chala qolgan ish ham bor ekan. Qanaqa ish ekan? Ha, mana bu yerda ozgina omonatingiz bor edi. Shuni olib qo'ying. Dilshod akam berib yubordilar. Ola qoling, tog'a. Yaxshi. Oralaringda bitta aqlli odam bor ekan. Ye. Qolganlarichi? Qolganlaring bir pul. Xayriyat. Men bir chaqaga ham arzimaysanlar deysizmi deb qo'rquvdim.
Usta, bu yoqqa qarab oling. Hozir. Kel. Keling. Sizga bitta xizmat bor edi, aka. Marhamat, xo'sh, nima gap? Mana shu do'stimizning mashinasi o'tolmayapti. Shuni bir ko'rib bersangiz. Yaxshi, mashina qani? Garajda. Garajda? Sudrab bo'lsa olib kelmadilaringmi? Iloji bo'lmadi. Mashinani qayerdandir taqillagan ovoz chiqyapti. Ovoz chiqsa o'chiramiz. Lekin meni hozir vaqtim yo'q. Bilasizmi, Sirdaryoga xizmat safari bilan ketayotgandik. Bir iloj topib qilib bermasangiz bo'lmaydi aka. Xursand qilamiz. Siz xo'pding. Bu yog'i yaxshi bo'ladi, Vasiliy Ivanich. Meni qayerdan taniysizlar? Aka, shaharda sizni hamma taniydi. Axir eng qo'li gul usta o'zingiz bo'lasiz-ku, to'g'rimi? Juda to'g'ri. Yaxshi. Hozir chiqaman. Asboblarni olay. Yaxshi. Menga bera qoling. Rahmat. Bu deyman yigitlar, ilgari sizlar bilan sira uchrashmaganmidik? Uchrashmagan bo'lsak, endi uchrashdik mana. Vasiliy Ivanovich, tanishamiz, otamlashamiz. To'g'rimi? Sizni juda yaxshi tushunib turibman, kelaya. Bir yoqda eringizdan darak yo'q. Ikkinchi tomonda qaynanangiz betob. Undan keyin qaynag'ayingiz ishi. Bu ish bilan men qiziqib ko'ruvdim. Nima deyishyapti? Anchayin chalkash ish. Bank moliya ishlariga borib taqalyapti, lekin meni o'ylashimcha eringizga buni aloqasi yo'q. Aka-uka so'nggi paytda bir-birlari bilan unchalik bordi-keldi qilib turishmagan, shundaymi? Yo'q. Munosabatlari juda ham yaxshi edi. Lekin hozir kim ham o'zidan ortadi? Tushunaman. Yaxshi niyat qilib turaylikchi bir gap bo'lar. Juda ham qiynalib ketdim. Siz siqilmang. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men uyingizga yana bir bor o'tib, eringiz buyumlarini tekshirib ko'rmoqchi edim. Bemalol o'tavering. Kiyimlarini, yon daftarchalarini yoki shunga o'xshagan narsalari bo'lsa, ko'rib olsam yomon bo'lmasdi. Mayli. Bo'lmasam sizga ruxsat. Rahmat. Ketishingiz mumkin. Xo'p bo'ladi. O'tiring. Xo'sh, Vasiliy Ivanich, eshitaman. Yo'q, men sizni eshitaman, leytenant. Mendan nima istaysizlar o'zi? Hayronman. O'sha kuni bozorga 1920 raqamli Mercedes avtomashinasini olib chiqishgan. Uni savdolashayotgan kishilarni ko'rgansiz. Ko'rgansiz. Axir eshik tagida o'tirgansiz-ku. Eslab qolgan bo'lishingiz kerak. O'lay agar, eslolmayman. Har bir odamni qayoqdan eslab qolaman? Leytenant, qiziq gaplarni gapirsa, millionga yaqin odam kirib chiqsa, biri sotadi, biri oladi. Qaysi birini eslab bo'ladi? O'sha kuni bozorda mana u yigitga ko'zingiz tushmadimi? Yo'q. Yaxshilab eslab ko'ring. Axir shundoq yonginangizdan o'tib ketgan. Nima qilibdi? O'tgan bo'lsa o'tgandir. Buni menga nima aloqasi bor? Men sizdan bunga aloqangiz bormi, yo'qmi deb so'ramayapman. Ko'rganmisiz deb so'rayapman, xolos. Odamni jahit qilib Ko'rmaganman deyapman. Nega tushunmaysiz? Nimagadir gaplaringizga ishonmayapman, Vasiliy Ivanich. Qarang, bozorni manaman degan ustasi bo'lsangiz,
qorovul bo'lsangiz o'sha yerda, undan tashqari dallollik qilsangiz, ko'rgan bo'lishingiz kerak-ku axir. Nahot butun boshli Inamarkani esla olmasangiz? Meni ko'pincha kayfim bo'ladi. Leytenant, esla olmayman. Mayli. Chiqing. Yaxshilab eslab ko'ring. Meni qo'yib yuborishadimi? Qayoqqa borasiz? Uyingiz, bola-chaqangiz bo'lmasa. Undan keyin sizni topguncha ozmuncha mashaqqat chekdikmi? Shu yerda yotib tura qoling. Qo'ysangizchi, qachongacha? Eslaguningizcha. Mayli. O'zingiz bilasiz. Lekin sigaretim tugadi. Sigaretni bearmon chekib, aroniyam rosa ichib bo'lgansiz, Vasiliy Ivanich. Endi 1-2 kun dam olsangiz, foydadan xoli bo'lmas. Olib chiqing. Qo'lingizni orqaga qiling. Ana keldi. Assalomu alaykum. Ha, chitday. Buncha qayerlading? Olib chiqib berishlari qiyin bo'ldi. Kuchishga to'g'ri kelib qoldi. So'radingmi? Nega 2 kunga kechishdi? Ha? Shaharda hamma yoqni mentlar bosib yotibdi. Bir yoqda tamojnigayi dorini olib kelishni o'zi bo'ladimi? Bu ularning problemasi. Meni bu qiziqtirmaydi. Ras soqqasini olib turgandan keyin vaqtida olib kelib bersin. Aytib qo'yay, biron marta kechikadigan bo'lsa, o'zidan ko'radi. Menga qara nima? Chetga mol olib borib berish oson ekanmi? Shuning uchun sen ham ehtiyot bo'l, Marat. Meni bilasiz-ku. Hammasimi? Hammasi? Bilib qo'y. Dilshod aka, bilasiz-ku, men chakmay qo'yganman. Iya, nima? Klizma qilyapsanmi? Dilshod aka, Sprits orqali chekishga o'tganman degan. Bo'ldi, Marat, o'tir. Ketdik. Sen uyda bo'p tur. Xo'p, Meni qo'ng'irog'imni kut. xo'p bo'ladi. Ha, polkovnik Jo'rayev haq. Jinoyatning katta-kichigi bo'lmaydi. Inson tanasidagi jindek jarohat ham vaqtida oldi olinmasa, tuzalishi qiyin kechadi. Lekin o'sha jinoyatlarning ildizi qayerda ekan? Nima sabab ekan bunga? Qonunni bilmaslik ana shunday oqibatlarga olib kelishini ko'pchilik avvaldan bilmasligi ham jinoyat sodir etilishining sabablaridan biri bo'lsa kerak. Hozir. Kim u? Men leytenant Ahmedovman. Hozir. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Keling, marhamat. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Iris o'sha kuni uydan chiqib ketayotganlarida qo'llarida sumkami yoki shunga o'xshash biron narsa bormidi? Yo'q, unaqa narsalarni olib yurish yoqtirmasdilar. Unda kiyib ketgan kiyimlarni esla olasizmi? Sport kiyimi dedilar. Adidas. Yo'q, yanglishyapman shekilli. Charm kurtka. O'sha kuni kun ochilib ketdi-da, shundan keyin yechib, yana uyga tashab ketdilar. O'sha kurtkani ko'rsam bo'ladimi? Ha, hozir. Iltimos. Mana marhamat. Chiqib ketayotganlarida kayfiyatlari qanaqa edi? Shoshib-pishib keldilar-da, qog'ozlarni titkilab, nimalarnidir qidirdilar. Shu bilan yana shoshib chiqib ketdilar. O'zim ham tushuna olmay qoldim.
O'zlari bilan hech narsa olmadilarmi? Bilmadim. Olmadilar shekilli. Mana u telefon o'zlarinikimi? Hech ham ko'rmaganman. Ehtimol ishxonalardan berishgandir. Bilmadim. Agar siz qarshi bo'lmasangiz, mana shu cho'ntaklardan chiqqan narsalarni men tekshirishga olib ketmoqchi edim. Mayli, olib ketavering. Rahmat. Hozir. O'tiring. Bir piyola choy ichib oling. Rahmat. Bilasizmi, Ozodaxon? Biz ishimizda najot kutilmagan tomondan kelishi mumkin. Najot? Najot bormikin o'zi? Unaqa noumid bo'lmang. Daraga chiqib qoladi, faqat Bu bilan nima demoqchisiz? faqat noumid bo'lmasligi kerak demoqchiman xolos. Yolg'on gapirolmas ekansiz, Shuhrat aka. Faqat tirik bo'lsa bas demoqchisiz, shundaymi? Yo'q. Men unaqa demoqchi emasdim. Ha, deyavering. Sizlarga ham oson emas. Lekin shundoq yaxshi oilada o'sgan yigit birdaniga suvga tushgandek g'oyib bo'lib qolsa, o'zimni ham aqlim yetmayapti. Ha, darvoqe. Rahmatullani akasini ishi to'g'risida sizda hech qanaqangi yangilik yo'qmi? Hali ham o'tiribdilar. Na suddan darak bor, na biror natijasi bor. Xullas tushunmayman. Balki eringiz mashinasini sotib, akasiga yordam bermoqchi bo'lgandir. Kim bilsin? Nima qilsak bo'larkin-a? Shu akamlarga yordam berishim kerak derdilar. Siqilib, ezilib boshlarini, qayoqqa urishlarini bilmay yurdilar oxirgi paytda. Shuning uchun ham izini topishimiz qiyin bo'lyapti. Mana u olgan narsalarim ro'yxati. Yana biron bir yangilik bo'lsa menga xabar qilarsiz. Xo'p, men ketdim. Yaxshi xabar bo'larmikin-a? Xudo xolasa. Xo'sh, ketdikmi? Bo'ldi, ketdik. Xo'sh. Chabayevni kuzatib bor. Uni bekorga bo'shatishmagan. Dilshod aka. To'g'ri. Bizni bu yerda uzoq qolishimiz xavfli. Ha, shuning uchun ham o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma deyishadi. Ha, Samad? Ha, ehtiyotimizni qilishimiz kerak. Ahvol ancha chatoqqa o'xshaydi. Har holda Rahmatullanikidan durustroq. Hammasi o'sha kasofatni deb bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi sen sharabarangni yig'ishtirib damingni chiqazmasdan o'tirasan. Men qara. Sen anavi avtoservisni Vasiliy Ivanovichga qo'shib birga yoqib yuborasan. Ortiqcha quloqni keragi yo'q. Senga chita yordam beradi. Dilshod aka, shu shartmikin? Shart. Shart! Ha? Odilxon tog'ang ham bekorga o'yindan chiqib ketgani yo'q. To'g'ri. Biz birontayamiz qoldirmasligimiz kerak. Bo'ldi, yo'qolinglar meni ko'zimdan. Bo'pti, men ketdim. Nima qilib turibsan?
hozir el tinchini buzsa nogahon yoki qo'l ko'tarsa qahrga to'lib siz ozor chekkanga eng avval qalqon himoya qilgaysiz birinchi bo'lib himoya qilgaysiz birinchi bo'lib siz aziz insonlar qalqonimisiz siz aziz insonlar posbonimisiz siz aziz insonlar qalqonimisiz siz aziz insonlar posbonimisiz hayotda fojia uchrab turar goh umr g'unchasi qolgaydir so'lib undan ham eng avval o'zingiz ogoh siz ko'z yosh to'kkaysiz birinchi bo'lib siz ko'z yosh to'kkaysiz birinchi bo'lib siz aziz insonlar qalqonimisiz siz aziz insonlar posbonimisiz siz aziz insonlar qalqonimisiz siz aziz insonlar posbonimisiz siz aziz insonlar qalqonimisiz siz aziz insonlar posbonimisiz Xo'sh. Sobitovning xotinini aytishicha, telefon apparati ilgari uylarda bo'lmagan, shunaqami? Xuddi shunday Botir Jo'rayevich. Men uyiga borgan kunim kurtkasini cho'ntagidan chiqdi. Qizig'i shundaki, bu telefondan kimgadir qo'ng'iroq qilingan. Raqami ham saqlanib qolgan. 105 74 70. Kimga telefon qilgan, aniqlamadingmi? Avval siz oldingizdan bir o'tib ko'raychi, keyin aniqlarman degandim. O'rtoq polkovnik, qo'ng'iroq qilib ko'rilsa-chi? Yo'q, Qurbonov. Oldin aniqlash kerak.
Sen aniqlagin shu telefon raqami kimga tegishli ekanligini. Xo'p bo'ladi. 105 74 70. Xo'sh, yana qanaqa fikrlar bor? Aql bovar qilmaydi. O'sha mashina yo'qolgan. Egasi ham, xaridorlar ham tak tugi bilan yo'q, o'rtoq polkovnik. Ey qurbonim, mashina yo'qolmagan. Mashinani izlari bor. Biz topolmadik desang, bu boshqa gap. Tushundingmi? Aniqladik, o'rtoq polkovnik. Xo'sh, Bu telefon raqami Sharipov Dilshod degan tadbirkor kishiga tegishli ekan. Sharipov Dilshod ilgari 2 marta sudlangan. Oilasi bilan yashamaydi. Bundan 13 kun burun o'z arizasiga ko'ra firmadan bo'shab ketgan. o'sha firma bilan shug'ullangan. Xo'p bo'ladi. Oilasi bilan nega ajrashgan, nimaga qamalgan? Bu haqda siz surishtirib biling. Tushunarlimi? Yaxshi, yaxshi. Bo'pti, ruxsat. Shuhrat, sen qol. Men hozir hammani oldida aytmadim. Ana bu kim edi? Lola Shamsiddinovami? O'sha og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Ertaga o'sha yerga borib kelishingga to'g'ri keladi. Nima, bizning ishimizga aloqasi bormi? Hozir bir narsa deya olmayman. Lekin aloqasi bo'lish kerak. Men bosh vrach bilan gaplashganman. Mana adres. Menga ruxsatmi? Ruxsat. Xayr. Ahvoli ancha og'ir. O'zini xabari yo'q. Ichida o'simta paydo bo'lgan. Kechirasiz. Shu yerdan bir yigit o'tmadimi? Qanaqa yigit? Bo'yi mendan sal pastroq. Qo'lida sumkasi ham bor. Egniga kurtka kiyib olgan. Ha, o ana 11-palataga kirdi shekilli. Shunaqa deng. U yerda kim yotibdi? U yerda ana homilador ayol yotibdi. Homilador ayol? Ha. Qaysi kuni kelganimda ham reanimatsiyada edi. Ha, erta-indin boshqa kasalxonaga o'tkazilsa kerak. Demak, ishonchi chatoq ekan. Xo'sh, uni surishtirib hech kim kelgani yo'qmi? Yo'q. Yo'q, aniqroq bilmadim. O'tgan kuni navbatchilikni topshirgandim. Yo'q, menimcha hech kim kelmadi. Hech kimi bo'lmasa kim ham kelardi deysiz? Sizni ba'zi narsalardan xabaringiz bo'lsa kerak-a? Ha, bo'lim mudirimiz aytgandilar. Endi ehtiyot bo'lgan yaxshi-da. Alo. Tog'a? Bu men Samatman. Sizni ko'rishim kerak bo'lib qoldi. Ha, hozir. O'tiraver. O'tir. Nima gap? Tinchdingmi? Tinchlik, ish xurjun tog'a. Aniq ko'rdingmi? Aniq ko'rdim, oldingizga yugurdim. O'sha kasalxonadagi ayol Dilshodning xotinimi? Haligi shunaqa desa ham bo'ladi.
Bu nima deganing? Haliginaqa o'ynashi nikohsizda. Demak, buncha gapdan xabari bor. Nima? O'sha Dilshodni o'ynashi. Leytenant Ahmedovga biron narsani balaqlab qo'yishi mumkinmi? O'z ko'zim bilan ko'rdim, tog'a. Ahvoli juda og'ir. Kelajagi butunmi? Unisini tog'a bilmadim. Hech narsani bilmay o'tib ketasan dunyodan. Kallang ursin. Bilib qo'y, o'sha manchalaga agar Ahmedovga biror narsani gullab qo'ysa bormi? Ana unda o'zingdan ko'rasan. Tog'a, Bunaqa vaziyatda tog'ajiyanlik ketmaydi. Tushunyapsanmi? Ketmaydi. Bu haliga nahotki o'sha xotinni kasalxonada yotganidan xabaring bo'lmasa. Xudo qilib bilmovdim. Xo'p, og'ir oyoqligini bilardim. Xo'sh, Dilshod akam bir kun gapini orasida javobini berdim duvdi. Javobini bermagan ekan, mana ahvol. Patarga la'nat, javobini berdim devdi. Mana endi o'zi javobini beradi. Qana boshla. Fuqaro Sharipov Dilshod. O'tirib gapir. Fuqaro Sharipov Dilshod 1955-yilda tug'ilgan. Birinchi marta bezorligi uchun sudlangan. Ikkinchi marta esa firibgarligi uchun qamalib chiqqan. Keyingi paytda avtomobillarni ta'mirlaydigan ustaxona ochgan. O'rizorda dang'illama uchastkasi, shahar markazida 3 xonali kvartirasi bor. Lekin bizdagi ma'lumotlarga qaraganda u anchadan beri unisida ham, bunisida ham yashamayotgan ekan. Ha, u uylarda ikkita xotini bolalari bilan turishar ekan. Xo'sh, yana nima gap G'ofurjon? Asosan Shuhrajon aytgan gaplar. Yana dachasi ham bor deganday qilishdi-yu, ammo aniq aytisha olmadi. Uni ham aniqladik. Bo'stonliqda ekan. Ruxsat eting o'rta boshliq. Kiraver. Lekin yaqin atrofda bu yerga biron kishi borganini hech kim ko'rmagan. Gapiraver. Keyingi paytlarda Shamsiddin va Lola degan bir ayol bilan tanishib olgan. U ayolning hujjatlari hozirgi paytda to'qimachilik fabrikasining yotoqxonasida rasmiylashtirilgan. U yerda biron kun ham borib yashamagan. Davom et, Shuhrat. Fuqaro Sharipovni tanishlari oxirgi marta Atayev degan bir hamtovoq bilan birga ko'rishgan. Atayev aslida Rossiya fuqarosi. O'zbekistonga xizmat taqozosi bilan kelib, qolib ketgan harbiy. Lekin ba'zi nojo'ya harakatlari tufayli xizmatdan chetlashtirilgan. Hozirgi kunda xususiy bank ochish harakatida yuribdi. Oilali, Rossiyada keksa otasi, ukasi hamda xotini bilan qizi yashaydi. Bankdagi unga tegishli qog'ozlar orasidan Qo'shma Shtatlardan viza uchun ruxsat so'rab yozgan hujjatning nusxasi chiqqan. Amerikaga? Ha. Atayevning singlisi amerikalik bir biznesmenga turmushga chiqqan ekan. Viza so'rab ana shu singlisiga xat yozgan. Bir oycha oldin tegishli tashkilotlardan unga hal qilamiz va xabar beramiz degan mazmunda xat kelgan. Xo'sh, yana nima? 10 kun avval u bankda ishlaydigan bir tanishidan Rossiyada oilamni ahvoli chatoq ekan, otam kasal bo'lib qolibdi degan bahonani qilib, undan katta miqdordagi Rossiya rublini almashtirib berishni iltimos qilgan. Olganmi? Olgan. Hozirgi kunda o'sha bank xodimi ustidan jinoiy ish qo'zg'ash masalasi ko'rilmoqda. Yaxshi.
Yo'q u. Qiziq. Vasiliy Ivanovich qayoqqa g'oyib bo'ldi ekan? Shahardan chiqmaslikka tilxat bergandik-ku. Nega ustaxonasining eshigi to'xtab qoldi? Ha, bu yerda bir gap bor. Ketdikmi? Ketdik. Ertaga xabar olarmiz. Nima uchun bu jinoiy ish bunchalar chigallashib, murakkablashib ketdi? Qayerda xatoga yo'l qo'ygan bo'lishim mumkin? Har nima bo'lganda ham bu sohada tajribasizligim, g'o'rligim sezilib qolyapti. Hamma bo'sh kelmasligim kerak. Hech narsani, hatto ko'z ilg'amas eng oddiy narsani ham nazardan chetda qoldirmasligim kerak. Qiziq. Xuddi o'rgimchak to'rini o'ziya. Dilshod aniq, Marat aniq, Vasiliy Ivanovich aniq. To'rni markazida turgan kim? To'rni tortib, o'rgimchak ipini mustahkamlab turganlar kim bo'lishi mumkin? Bo'lmasa siz o'tib kelavering. Hop. Qo'yib ketgan belgilarim joyida. Demak, kelmagan. Kelgan kim? Nima maqsadda keldi?
to'kilibdi. Shoshmachi, qani? Bu nima? 73 ta kutaman. Muhim gap bor. Agar iloji bo'lmasa ertaga 10 da obyektda ko'rishamiz. Qiziq, 73 nimani bildirar ekan? Uchrashmoqchi bo'lgan kim? Ertaga soat 10 da obyektda ko'rishamiz. Obyekt qayer bo'ldi ekan? Yetmish uch. Bu tomon massiv, bu tomoni mahalla. Mana senga chumboq. Xonadonning raqami bo'lsa-chi? Ammo qaysi ko'chada ekan? 73 raqamli uydan ko'pi bormi? Baribir tekshirib ko'rish kerak. Hozir kim? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Keling, aka. Vasiliy Ivanich degan odam shu yerda turmaydimi, mabodo? Yo'q, Mashina tuzatadi. yo'q. O'zini tanimaysizmi? Tanimayman. Mayli. Yo'q, Uzr bo'lmasa. Bemalol. 73 ko'p qavatli uyni topish kerak. Xonadon egasi kim? Xo'sh, 3-uy. Beshinchi uy, 6-uy, 7-uy. Shoshma. Balki 7-uy 3-xonadondir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz. Qo'shnilaringizga ko'zingiz tushgani yo'qmi? Yo'q-a? Sizga nima kerak o'zi? Shu yerda bir o'rtog'im bilan uchrashmoqchi edim. Ha? Bu uyda hech kim yashamaydi. Qandaydir bir tijoratchi sotib olgan deyishadi. O'zini esa hech ko'rganimiz yo'q. Kechirasiz. O'zingiz kim bo'lasiz? Men militsiyadanman. Ha, bu yerga bir rus kishi kelib ketib turadi, lekin hech gaplashmaganman. O'sha rus kishini tashqi qiyofasini tasvirlab bera olmaysizmi? Uni basharasiga kim qarabdi deysiz? Doimo mast alas yuradi, barzangiday mo'ylovli kishi. Vasiliy Ivanich. Nima? Mabodo uni ismi Vasiliy Ivanich emasmi? Bilmadim. Uni bugun ko'rganingiz yo'qmi? Ha, bekatda ko'rganday bo'ldim. Hozirgina ketdi shekilli. Hozir ko'rdim deng. Bo'lmasam meni bu yerga kelganimni hech kim bilmay qo'ya qolsin, xo'pmi? Rahmat sizga. Xo'p. Rahmat. Xo'p. Ular bu yerda uchrashmagan. Demak, obyektda ko'rishishadi. Obyekt. Xom kalla. Mashina ustasini obyektda mashina bozori bo'ladi-da. Topolmasam yor ko'zlaring maftun bo'lib yana takrar ko'rolmasam yor ko'zlaring
aramım yok. Gerçi birden kör olmasa yar gözleri Canım. ay yıldızda soray seni tapamasa yar gözleri Şef, Ha, men. Kutmaganding-a? Kutmaganding. Laqillatishi nima keragi bor, Kalonxonov? O'zi shundoq ham butun umring yolg'on yashash bilan o'tdi. şef, Mendan qochib qutulaman deb o'ylama. Kerak bo'lsa yeri tagidan ham topib olaman degandim-a? Sen bilan ortiqcha gaplashib o'tirishga vaqt yo'q. Bilib qo'y, ko'pchilik sendan norozi. axir men... Qo'y, bahona to'qish hojati yo'q. Iya, axir, şef, Agar nimagarga uylantirilsa, koshki degan farzand tug'ilar ekan, shunaqami? Bu eski cho'pchak, Kalonxonov. şef, siz meni eshitgis kelmayapti. Yo'q, şef. endi sen meni eshitasan. Sen o'zingga topshirilgan vazifani bajara olmading. Bu bir. Ikkinchidan, sen asosiy ish u yoqda qolib ketib, qanaqadir mayda-chuyda ishlar bilan o'ralashib qolibsan. Biz mashina zapchastlari... Bu ham bir bahona. O'zi senga qanaqa vazifa topshirilganini bir eslab ko'rgin. Esimda. Esingda bo'lganida bunaqangi bema'ni ishlar bilan shug'ullanib yurmagan bo'larding. Egalariga yetkazilish kerak bo'lgan dorilar qani? Ular sal kechikishdi. O'sha narsalarni vaqtida olib kelishmadi. Bunisi meni qiziqtirmaydi. Ichiga o'q-dori joylashtirilgan yangi mashina g'ildiraklari-chi? Nima uchun chegaraga yetib bormasdan g'oyib bo'ldi? Bu operatsiyaga meni aralashtirishmadi, shef. Chunki sen tentaysan, Kalonxonov. Sobiq ofitser, sobiq yurist, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan odam qanaqadir ahmoqona ishlar bilan shug'ullanib yuribsan. Men qo'y. Sen o'z nafsini quli bo'lib qolgansan, boshqalarni manfaati qiziqtirmay qo'ygan seni. O'zim xon ko'lankan maydon deb o'ylab yurgansan. Ammo bilib qo'y. Seni har bir bosgan qadamingni kuzatib, o'lchab, ko'rib yurgan odamlar bor. Shef, gapimni bo'lma. Xullas, senga bir kun vaqt beraman. O'zing yo'l qo'ygan xatoni o'zing tuzatasan. Avvalambor atrofingni shaltoqlardan tozalab ol. Xo'p. Dorilar bilan g'ildiraklarni aniqlab, manziliga yetkazasan. Aks holda bo'ladi, shef. O'yindan chiqishingga to'g'ri keladi. Tushunarli. Ha. Bu senga oxirgi imkoniyat. Nima bo'ldi, jonim? Dard bo'ldi. Balo bo'ldi. Nari tur. Xafa bo'laman-a? O'lvarmaysan menga desa shu kalma. Qoch.
O'zi jonimdan to'ytirman hozir. Bor. Ha. Kim bu? O. Men qara. Ichimgan. Kim deb o'ylayapsanlar meni? Nima? Men xudomidim? Yo payg'ambarmanmi? Ha? Aytdimki bunaqa ish qo'limda kelmaydi deb. Men qara. Meni tinch qo'ylaring. Xudo xayrlaringni bersa meni tinch qo'ylaring. Shunaqa. Har kimni ko'ri boshqa bo'ladi. Eshitdingmi? Meni aralashtirmalaring. Men advokat emasman. Tushunarlimi? Bo'ldi. Gap tamom. Yo'q, ketyapman. Ha, komandirovkaga ketyapman. Qayoqqa? Oju bozoriga. Borsa kemasga ketyapman. Tushunarlimi? Yo'qman, o'lganman, tinch qo'ylaring meni. Yana bitta tavakkal ish qilsak. Telegramma tayyorlaymiz. Telegrammani Salomov sen tayyorlaysan. Xo'p bo'ladi. Taxminan AQShdagi singlingizdan sizga taklifnoma keldi degan mazmunda bo'lsin. Keyin telegrammani uni bankdagi sherigi nomidan jo'natamiz. Ufaga. O'rtoq polkovnik. Qaytib keladi deb o'ylaysizmi? Menimcha keladi. Amerikadan taklif bo'ladi-yu, kelmaydimi? To'g'ri. Yaxshi. Biz uni bu yerda kutib olamiz. Yaxshi. Chetroqqa olib to'xtating. Vasiliy Ivanich ko'rdingiz-a? Ko'rdim. Sekin shovqin ko'tarmasdan hozir yonimga olib kelasiz. Xo'p bo'ladi. Ana shunaqa gap. Hozir. Qani? O, leytenant Ahmedov. O'tiring. Xo'sh, Vasiliy Ivanovich. Anchadan beri ko'rishmovdik. Qalaysiz? Yaxshi yomon emas, komandir. Yo'q, pachavaga o'xshaydi-yu. Vasiliy Ivanovich. Tushunmadim. Nima demoqchisiz? Shu paytgacha qayerlarda gumdon bo'lib yuruvdingiz? Qayerlarda bo'lardim? Ya qiziq gaplarni gapirasiz shu yerda. Bo'lmagan gap. Hafta servis anchadan beri taqataq qulf. Bozor to'la tanishlar. Ishlab yuribman. Esingizda bo'lsa, sizdan tilxat olib qo'yib yuborgan edik. Esimda. Unda nega yashirinib yuribsiz? Qayoqqa yashiribman, komandir? Qayerda? Nima ish qilib yurganingizni juda ham yaxshi bilamiz. Xo'sh, qayerda ekanman? Yangi massivdagi 4 qavatli uyda. 7-uy 3-xonadonda. Shunaqami? Nega baqirayib qoldingiz? Davom etaymi yo o'zingiz aytib berasizmi? Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin emas. Aniq.
Xo'sh, bir tanishim safarda edi. Shuni uyini poyla vaqtincha turibman. Xo'p. Shunda ham deylik. Hozir mana bu yerda o'sha tanishingiz bilan uchrashdingizmi? Hech kim bilan uchrashganim yo'q. Yolg'on gapirgani uyalmaysizmi, Vasiliy Ivanovich? Hozir siz bilan gaplashib turgan kim? Mana bu gazeta parchasiga yozgan odam shu bo'lsa kerak. 73 ta kutaman. Muhim gapim bor. Agar iloji bo'lmasa, ertaga soat 10 da obyektda uchrashamiz. Bu nima degani? Qo'rqitib yordingiz-ku. Qoyilman komandir. Bir buyurtmachi meni qidirib yurgan ekan. Ismi, familiyasi nima? Bunisini bilmayman. Lekin Chittak deyishadi. Chittak? Chittakni sizda nima ishi bor? Bir eskiroq mashinasi bor ekan. Shuni ta'mirlash kerak degandi. Bo'lak-bo'lak qilibmi? Buni nima aloqasi bor? Siz uchun bo'lmasa, biz uchun bor. Xo'sh. Qachon? Qayerda ta'mirlaydigan bo'ldingiz? Bugun kechqurun ustaxonaga olib boraman dedi. Xolosmi? Shu Xudo haqqi. Komandir, men faqat ta'mirlash bilan shug'ullanaman xolos. Nega ishonmaysiz, a? Ishonaman, Vasiliy Ivanovich. Ishonaman. Mayli. Buyurtmasini bajarib beravering. Lekin biz bilan berkinmachoq o'ynamang. Tushunarli. Ketdikmi? Ketdik. Kechqurun avtoservisga boramiz. Bir gap borga o'xshaydi. Tushundim.
O't o'chiruvchilar bilan tez yordamga xabar qiling. Hamza, aloqaga chiqing. Shuhrat aka, 5-chi, birinchi gapiryapti. ana uni ketidan tezroq. Yordamga, tez. To'xta, abla. Hayda, tezroq. Siz qanday oling? Tezroq. To'xta deyapman. Mashinaga olib boringlar. Nega avtoservisga o't qo'yib Vasiliy Ivanishni o'ldirmoqchi bo'ldingiz? Men o't qo'ymadim. Men o'ldirmadim. Hali o'lgani yo'q. U tirik. Bu ishni siz qilmasangiz, yana kim qilishi mumkin? Axir biz sizni jinoyat ustida qo'lga oldik. Chekib, kayfi oshib, uxlab qolgan bo'lishi mumkin-ku. Ertagingizni menga aytmang. Kecha kechqurun ustaxonaga nimaga borgandingiz? Vasiliy Ivanishda ishim bor edi. Nima ish? Buni sizga aloqasi yo'q. Aloqasi bormi? Yo'qmi? Javob berishga majbursiz. Kecha ertalab mashina bozorida soat 10da Vasiliy Ivanish bilan nima maqsadda uchrashgandingiz? Siz buni qayerdan bilasiz? Sotivoldi Berdiyev. Laqabingiz Chittak. Shundoq emasmi? Bu ishga aloqam yo'q, Xudo haqqi. Xudoni o'rtaga qo'shmang. Qasamxo'r. Balki siz mana bu yozib qoldirgan xatingizdan ham tonarsiz, a? Marat, Dilshod degan sheriklaringizni ham eslay olmassiz. Tanisam eslay olaman-da. Gapingizni qarang-ku. Bilib qo'ying, Sotivoldi Berdiyev. Siz Rahmatilla Sobitovni o'ldirib, mashinasini o'zlashtirishda va yana bir fuqaroni ustaxonaga qamab yoqib yuborishda ayblanasiz. Yolg'on, tuhmat. Guvohlar qana, guvohlar. O'tiring joyingizga. Buni hali isbotlash kerak. Nima? Sizga shuncha isbot yetmayaptimi? Balki siz Lola degan ayolni ham tanimassiz. Mana, ko'rib qo'ying. Bizda uni siz to'g'ringizda yozgan ko'rsatmalari bor. Meni bu ishga aloqam yo'q. Xudo ursin, komandir, meni aloqam yo'q. Yo'q. Sizni aloqangiz bo'lmasa, kimning aloqasi bo'ladi? Unda Rahmatilla Sobitovni kim o'ldirgan? Ko'zimga qarang. Cheksam maylimi? Sen menga yoqib qolding jiyan. Shu bir ko'rgan tanish deydi, ikki ko'rgan bilish deydi. Mana shu borda keldimiz kamda qilmaylik jiyan. Mana shu aka-ukachiligimiz abadiy bo'lishi uchun qana bir dil ketdi-da. 10 grammda. Icha qol endi. Ol uka. Ol. Qani. Bo'pti bo'lmasa Dilshod aka, menga ruxsat. Boray endi.
Rahmat. O'shanda Rahmatullani o'ldirib, murdasini qopga joyladik. Mashinani yukxonasiga ortib, Marat bilan Dilshod olib ketishdi. U yog'ini bilmayman. Bilasiz, Berdiyev. Juda yaxshi bilasiz. Ha, mayli. Uni qo'yib turaylik. Siz kecha ustaxonaga o't qo'yib, Vasiliy Ivanichni nimaga o'ldirmoqchi bo'ldingiz? Meni bu ishga aloqam yo'q. Men Dilshodning buyrug'ini bajardim. Meni aybim yo'q. Komandir, meni aybim yo'q. Nimaga vaqtida xabar bermading? Shamsiddinovaning ishi nima bo'ldi? Atayevdan darak bormi, yo'qmi? Shamsiddinova kecha operatsiya stolida jon bergan. Vrachlar bolasini saqlab qolishga muvaffaq bo'lishgan. Sal qiynalib bo'lsa ham o'ldirilgan. Chapayev topiribdi deb eshitdim. Chapayev avtoservisda uxlab yotgan ekan. Chitta kuni yoqib yuboribdi. Tanasini 60% kuygan. Salomov qani? Salomov aeroportda qo'lga olish guruhi bilan shug'ullanyapti. Yaxshi. Soat 12da oldimga kirgin. Xo'p bo'ladi, o'rta polkovnik. Diqqat qilingiz, 29 61 reys bilan samolyot yigitni bo'lgan kelib qo'ndi. Oborib qo'yasizmi? Ha, o'tiring. Yaxshi. Hozir kechirasizlar. Siz boshqa mashinaga o'tirsangiz. Tushunmadim. Qani chiqing. Qo'lingizni oling, sekinroq. Qo'pollik qilmang menga. Nima gap o'zi janoblar? Tinchlikmi? Tinchlik. Dilshod Sharipov. Janobi Sedoy. O'zimiz olib borib qo'yamiz. Qayoqqa borib qo'yasizlar? Tushunmayapman. Manzilingizga. Men tushunmayapman o'zi. Nimalar bo'lyapti? Nima gap o'zi tinchlikmi? Tinchlik, faqat bitta savolim bor. Rahmatilla Sobitovning jasadi qayerda? Mashinasi qayerda? Lola nima qilgansizlar? Chapayev qani? Shu. Savolim bitta dedingiz. Sal ko'payroq ketmadimi savollaringiz? Endi bu yog'iga eshitaverasiz. Janobi Sedoy. Men baribir shikoyat qilaman. Hayda. Kirishga ruxsat eting, o'rta polkovnik. Ruxsat. Murojaat etishga ruxsat bering. Gapir. Hamma aytganlaringizni bajardim. Sharif bilan Atayevning ishi sudga oshirildi. Chapayevni esa asrab qola olmadik. Xolasmi? Ha. Yaxshi yangiliklar ham bor. Marhum Rahmatilla Sobitovning xotini kecha o'g'illi bo'pti. Akasi ham oqlanib chiqqan. Keyin marhuma Lola Shamsiddinovaning o'g'lini men asrab olmoqchiman. Shunday qaror qildim. Barakalla. Hayot shunaqa, o'g'lim. Dunyo keng. Yaxshi ham yomon ham kelib ketaveradi. Botir Jo'rayevich, menga 3 kunga ruxsat bersangiz. Tinchlikmi? Uydagilar bilan maslahatlashib, bolani hujjatlarini rasmiylashtirib olmoqchi edim.
Yaxshi, lekin uydagilar bilan sal keyinroq maslahatlashasan. Mana yangi ish. Anavi tovlamachi Kalonxonovning ishi ham shunga bog'liq. Kim bo'ldi ekan bu? Buni endi sen aniqlaysan. Ishni qachon boshlashim kerak? Bugundan boshlayver. Hujjatlar bilan yo'l-yo'lakay tanishib chiqishga bemalol ulgurasan. Senga 3 kunga ruxsat. Rahmat. Ketishga ruxsat eting, o'rta polkovnik. Ruxsat.